Birodarlar, biz o'zi nega dunyoga keldik? Hayotdan maqsad oila qurishmi? Yoki yaxshi liboslarni kiyishmi? Yoki yashashdan murod yaxshi uylarni qurishmi? Shu sababdan bu yerdamizmi? Nima uchun bu yerdaman? Allohga qullik etmoq uchun. Alloh bizni yer yuzida nima uchun qisqa muddatga yaratdi? Xo'p, sizga Alloh ko'p umr berdi deylik. Necha yil yashay olasiz? 80 yil, 90 yil, 100 yil, undan keyin nima bo'ladi? Siz ham bir kuni o'lasiz. Yo'q bo'lasiz. O'zingiz bilan nimani olib keta olasiz? Allohga qasamki, birodarlar, bu dunyo juda qisqa, hattoki tasavvuringizga ham sig'dira olmaysiz. Alloh bizni unga itoat qilishimiz va ibodat qilishimiz uchungina qisqa muddatga yaratdi. Alloh bizni faqat ikkita narsa uchun yaratdi. Bu dunyoda islom dinini hayotga tatbiq qilish va dunyoga dinni o'rnatishga. Hammasi juda oddiy. O'zimiz dinga amal qilamiz va boshqalarni ham dinga amal qilishga chaqiramiz. Xuddi mana shu bizning hayotdan maqsadimiz. Vallohi birodarlar, Alloh subhanahu va taologa bizning qancha pulimiz borligi yoki qanday mashina haydashimizning farqi yo'q. Alloh subhanahu va taologa uyingizni qanchalik katta ekanining farqi yo'q yoki qancha yotoqxonangiz, qancha lyuks xonangiz, granitli skameykangiz kerak emas Allohga. Alloh taologa hech nimangizning qizig'i yo'q. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar-ki, bu dunyo shunchalik qadrsizki, bu dunyo shunaqangi nadomatliki, bu dunyo Allohning nazdida shunaqangi qiymatsizki, faqat arzon va nadomatlidir. U aytadi: agar bu dunyo Allohning nazdida qandaydir qiymatga ega bo'lganida, Alloh hech bir kofir bandasiga bir qultum suv ham bermasdi. U kofirlarga bir qultum ham suv ichishga yo'l qo'ymasdi. Tasavvur qiling. Alloh va rasulini yomon ko'ruvchilarga va islomning haqiqiy dushmanlariga Alloh har tarafdan yo'l ochib qo'ydi. Ularga imkoniyat berdi, pul berdi. Mashinalar, ayollar, qasrlar, imperiyalar, boshqaruvchilarni Alloh beryapti. Nima uchun ularga beryapti? Chunki bular Allohning nazdida hech narsa emas. Bular hech nimaga arzimaydi. Achinarlisi, biz musulmonlar, men va siz din ne'mati berilganlar, hayot ne'mati berilganlar, buyuk ne'mat berilganlar. Buyuk ne'mat bu Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam va Qur'oni Karim. Biz bularni tashlab qo'ydik. Biz bulardan yuz o'girdik. Biz Rasulullohning yo'lidan yuz o'girdik. Biz u kishining sunnatlaridan yuz o'girdik. Nima uchun? Nima uchun biz bularning barchasidan yuz o'girdik, birodarlarim? Bu o'lik olam uchunmi? Dunyo uchunmi? Kim bu dunyodan nimanidir olib keta olgan? Kimgadir nasib qilganmi dunyodan o'zi bilan nimanidir olib ketish? Lekin biz shunda ham dunyo bilan ovvoramiz. Biz o'sha xatolarimizni qilmoqdamiz. O'zingizga savol bering. Siz kim tarafdasiz? Kim tarafdasiz? Allohning tarafidamisiz? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidamisiz? Kim tarafdasiz o'zi? Faqat o'zingizni qandaydir bahonalar bilan o'zingizni oqlash bilan aldamang. Hamma gapirishni biladi do'stim. Agar birgina gap bilan jannatga loyiq bo'lib qolsak, do'stim, shuni bilingki, biz jannatning oliy darajasidamiz. Firdavsul a'lodamiz. Lekin sahobalar va Rasulullohning hayotiga qarang. Ular qanchalik oz gapirishgan va qanchalik ko'p bajarishgan. Bugun biz esa ko'p gapiramiz, oz bajaramiz. Endi kim tarafda ekansiz? Vallohi birodarlarim, har bir inson baxtli bo'lishni istaydi. Har birimiz muvaffaqiyatga erishishni istaymiz. Har birimiz musulmonmi yoki musulmon emasmi, buning farqi yo'q. Hamma omadli va baxtli bo'lishni xohlaydi. Bir-birimizdan o'zib ketishni hammamiz istaymiz. Alloh sizga o'z elchisini yubordi. Alloh sizga payg'ambarni yubordi. Alloh sizga o'zining kitobini yubordi. Siz muvaffaqiyatga erishishingiz, baxtga eltuvchi yo'lni ko'rsatish uchun sizga o'zining Qur'onini yubordi.
Biz esa bularning baridan yuz o'girdik. Va nimaga yuzlandik? Nimaga yuzlandik? Mendan ko'pchilik so'raydi. Nima uchun aynan bizlarga bunday qiyinchiliklar berilgan? Nima uchun biz bunchalik pastdamiz? Allohning rasuli aytdilar: "Men sizlarni aniq bir yo'lda qoldirdim. Men sizlarni to'g'ri va haq yo'lda qoldirdim. Hatto tunda ham uni kunduzgi kabi ko'rish mumkin. Men barcha tosh va tikonlarni olib tashladim." Endi o'ylab ko'ring. Hojatdan keyin yuvishni o'rgatgan inson, u inson qaysi qo'l bilan yuvishni ham o'rgatgan. Hattoki qaysi qo'l bilanligini sizga shunday yo'lni ko'rsatgan inson sizni adashilgan yo'lga boshlaydi deb o'ylaysizmi? without direction. U sizga aniq xaritani tuzib berdi. U kishi yo'lboshchingiz bo'ldilar. Ba'zilar mendan so'rashadi: "Birodar, menga dinni nima keragi bor? Nima qilaman uni?" Men shunday javob beraman: Din bu bizning hayotimiz navigatoridir. Birodarim, sen dinsiz shunchaki adashgan bir qalbsan. Sen o'z qabihliging va orzularing bilan yashaysan. Din bu yo'lboshchidir. Do'stim, men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Qayerga borishni bilmayapman. Nima qilay va qanday bo'lay? Dinga qayt. Navigatoringni yukla va manzilingni jannat deb tanla. Mana sening lokatsiyang, mana sening manziling, mana sening yo'ling va olg'a, faqat olg'a. Lekin yo'q, yo'l aniq. Mana u ko'zing ostida turibdi. Lekin hamma o'zini professor, olim deb hisoblaydi. Lekin birodarim, menga ishon, shunday chapga buril, men senga yo'lni kesib o'tishni ko'rsataman. Yoki o'ngga burilgin. Men u yo'lda allaqachon bo'lganman. Barchasini boshlash uchun faqat o'ngga burilsang bo'ldi. Yo Alloh, bu nimasi? Men aniq eslayman, avval bu yo'lda daraxt bo'lgan edi, kesib yuborishgan shekilli. Kel, o'ngga yoki chapga yuramiz. Yo'q, orqaga qayt. Do'stim, sen nega vaqtingni behuda ketkazyapsan? Marshrut qarshimizda, manzil aniq belgilangan. Vallohi birodarlar, bu qoidani yaxshilab tushunishingizni so'rayman. Alloh subhanahu va taolo siz o'ylab topadigan taassurotlarga umuman muhtoj emas. Ba'zida odamlarga boshqa bir yo'llar to'g'ridek tuyuladi va men Alloh subhanahu va taologa o'zimni ko'rsatmoqchiman va uni lol qoldirmoqchiman deydi. O'zicha nimanidir qilmoqchi bo'ladi. Qo'shimchalar kirgizmoqchi bo'ladi. Alloh bundan ta'sirlanmaydi. Alloh taolo sizlardan umuman buni kutmaydi ham. Alloh subhanahu va taolo mutlaqo aniq qilib berdi. Bu mening yo'lim, bu mening hukmim, bu mening elchim. Siz qachonki uning yo'lidan yursangiz baxtga erishasiz. Ular qanday boshqa yo'l sizni halokatga olib boradi? Har qanday boshqa yo'l sizni halokatga olib boradi. Agar boshqa bir tanilgan din bo'lsa ham. Agar men xohlasam yangiliklar va bid'atlar shundan boshlanadi. Agar men chin yurakdan yangi avlodni barpo qilmoqchi bo'lsam va faqat Alloh subhanahu va taoloning rizoligi uchun shu ishni qilsam, agar bu ishni payg'ambar alayhisalom qilmagan bo'lsalar, oxir oqibatda sizni bu ishingizda xorlik kutadi. Chunki Alloh sizning yangiliklaringizga muhtoj emas. Chunki Alloh ochiq va oydin belgilab qo'ydi. Mana sizga yo'l va u yo'l xatosizdir. Agar ergashsangiz baxtga yetasiz, agar ergashmasangiz o'zingizni halok qilasiz.